Qachonlardir oynadagi aksimga qarasam, qurilish kiyimidagi charchagan o'zimni ko'rardim. Hozir esa barchasi o'zgardi. O'shanda havas qilgan orzuyimdagi hayotda bugun yashamoqdaman. Yigit kishini oila, ota-ona oldidagi mas'uliyati, ular haqidagi o'y-xayollar qiynab qo'yadi. Yaqinlarimizning orzularini amalga oshirishni, yaxshi hayot ta'minlagimiz keladi. Lekin qanday? Savolga video davomida birga javob topamiz. Ungacha esa keling, bunga qanday qilib aynan arxitektura sababli erishganim haqida aytib beraman. Men yoshligimdan ustachilik bilan shug'ullanib kelganman. Ish juda qiyin edi. Asosan vaqtim qurilishda o'tardi. Arzimagan pul evaziga ko'p va og'ir mehnat ish qilardim. Orzularim buyoqda tursin. Bir oydan ikkinchi oygacha zo'rg'a kun ko'rganlarim ham bo'lgan. Ayrim qurilish proyektlarida ishlagan vaqtimda arxitektorlar va dizaynerlar toza kiyimlarda kelib ish jarayonlarini ko'rib ketishardi. Men ham ulardek yurishni istardim. O'shanda o'zimga albatta arxitektor bo'laman deb maqsad qo'yganman. Samarqanddagi eng katta arxitekturaviy loyihalar firmasida ish faoliyatimni boshlaganman. U yerda bir necha katta loyihalar ustida ish olib borganman. Aynan shu bosqich yaxshi mutaxassisga aylanishimga sabab bo'lgan. Firmadagi ish faoliyatim davomida internetdan pul topishga qiziqdim va fiverr.com saytiga ro'yxatdan o'tib, birinchi buyurtmamni Buyuk Britaniya davlatidan olib, internetdan pul ishlash qanaqa bo'lishini tushunib yetganman. Fiverr platformasida 4 yildan beri ishlab kelaman. Hozirgi kungacha $40,000 dan ziyod pul topdim. Ustoz AI loyihasida o'zimdek uyda o'tirib pul topishni istaydigan yoshlar uchun bepul video kurs o'taman. Kurs qanday bo'ladi? Boshqa kurslarda topilmaydigan nimani o'rganaman desangiz, sodda tilda tushuntirib beraman. Kursimda zamonaviy uyning tashqi ko'rinishining 3D modelini va uning animatsiya qismini yaratishni o'rgataman. 3D Max va Lumion kursini tugatib, dasturni yaxshi o'rgangandan so'ng Fiverr platformasiga ro'yxatdan qanday o'tish va unda ish faoliyatini yuritish haqida batafsil darsliklar bo'ladi. Hozirgi kunda men onlayn ishlayman. Istagan joyimda ishimni yuritsam bo'ladi. Agar xohlasam Bali orollariga borib plyaj yonida dengizga qarab ishlayman. Xohlasam uyda oilam davrasida bo'laman. Chunki menga hech kim xo'jayin emas. Ish vaqtimni o'zim belgilayman. Bu sohada hozirgi kunda oyiga $4,000–5,000 daromad qilaman. Shogirdlarimga kelsak, katta firmada ish faoliyat yuritib kelmoqda. Ularning daromadi $2,000–4,000 gacha. Shu sohani o'rganganimdan keyin hayotim butkul yaxshi tarafga o'zgarib ketdi. $40,000 tajribamni mutlaqo bepul o'rganmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Darslarda ko'rishguncha